Assalomu alaykum do'stlar. Xayrli kech. Kimgadir xayrli tong. O'ziga keragini olaveradi. Sababi bizni qaysi paytda ko'rayotganingizni men bilmayman. Kiyimga e'tibor qilmaysizlar do'stlar. Sababi ish qilayotgan joyimizda hozir kech tushmasdan turib sizlarga stol-stullarni video obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, xo'p, birinchi mashinadan boshlaydigan bo'lsangiz, adres Andijon viloyati Oltinko'l tumani. Kimdir kelmoqchi bo'lsa, ekraningizda telefon nomerimiz turibdi. Telefon qiladigan bo'lsangiz, lokatsiyasini ham tashlab beramiz. Bemalol kelib, o'zingiz ko'rib, sifatlarini ham hamma joyini ko'rib bemalol zakaz qilib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, bu juda chiroyli yakkagul deymiz buni. O'zi kobra fasonda. Kobra fasonda ham juda ko'p xillari bor. Hali hammasini ko'rsatib chiqamiz. Bu yakkagul. Sababi tepasida bitta atirguli bor. Telefon qilib yakkaguldan desanglar o'zimiz tushunib olamiz. Jemchuk svet sepilgan, stullar 100% yong'oqdan 12 kishilik bo'lganligi uchun stolning razmeri 320 ga 120 qilib ishlanadi. Stoli xon taxta bo'ladi, stoli MDF dan. Xudo xolasa rossiyskiy MDF, tepasi laminatsiya qilingan, zavodskoy. Issiq suv, sovuq suv xudo xolasa ko'taradi. Ijolat qilib qo'ymaydi. Agar qachonki pichoq bilan, vilka bilan shiladigan bo'lsangiz, keyin nimadir bo'lib qolishi mumkin. Xullas, bu komplektimiz sexdan upakovka bo'lib chiqishi 6.200.000 so'm do'stlar. Agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib, o'zingizni xulosangizni kommentariyaga yozib ketasiz. 6.200.000 so'm 12 kishilik, kimgadir 20 ta, 16 ta, 30 talik kerak bo'lsa, bemalol uyingizni razmeriga moslab, mana materiallarni, ranglarini o'zgartirib chiqarib beramiz. Materiali rangi o'zgarganiga pul o'zgarmaydi, xudo xolasa. Sizni pardangizga, gilamingizga moslab beraveramiz. Bu uyim kattaroq degan akalarimiz uchun mana shu narsani tavsiya qilamiz. Bu ham kobra fasonda, Monika gul deymiz buni. Guli Monika gul. Shampan svetga gold svet ozgina aralashtirib sepilgan. Atachento material, machalkalariga to'xtalib o'tmayapman do'stlar. Machalkalar 12 santimetrlik. Xudo xolasa, mana orqasini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Hamma ishlarimiz, kobralarimiz broshkali bo'lib, pardali bo'lib chiqadi. Chester qilingan. Bunikini ham mana orqasini ko'rsatib qo'yamiz. Bunikini ham hammasida pardalari bor. Xudo xolasa, bu 14 kishilik bo'lganligi uchun stolning razmeri zakazga bo'lgan 3,5 metr, o'zi 3,40 bo'ladi. 14 talikniki 3,40 ga 120 xon taxta bo'ladi. 3,5 metr, 3,60larda bizda 3 ta oyog'i bo'ladi. O'rtada stik bo'lganligi uchun stikka ham bitta oyoq qo'yib qo'yganmiz. Kichikroq bo'ladi, lekin o'rta stik ketib qolmasligi uchun. Bu 14 kishilik komplektimiz sexdan upakovka bo'lib chiqishi, oldi oyoqlari, oldiliklari 3D bo'lganligi uchun 7,5 million so'm. Buni 12 taligi 6,5 million so'mga sexdan upakovka bo'lib chiqadi. Bundan ozgina qimmatroq, sababi oldi gullari, oldi oyoqlari 3D. Roverdan chiqqan. Bu ham stullar yong'oqdan, stoli MDF dan. O'zbekiston bo'yicha dastavka imkoniyati bor. Kelishilgan holatda telefon qilsangiz u yog'ini kelishamiz. Xo'p, bu ham zakazga tayyor bo'lgan. Xudo xolasa bugun buni yuklaymiz. Bugun nargi bilan bu ishni yuklaymiz. Ertaga xudo xolasa oq jemchugni yuklab egasiga chiqarib yuboramiz. Tayyor bo'lgan. Bu ham 14 kishilik. Stoliga alohida to'xtalib o'tamiz do'stlar. Stoli 3,40 ga 120 bo'lgan akvarium qilib berganmiz. Ichiga zakaz shunaqa bo'lganligi uchun keyin chekalarini polni baget gullar bilan boyitilgan MDF xon, oyog'i simalardan zakaz bo'lgan. Mana opamizga xudo xolasa qilib berdik. Bu ham shampan svetga gold svet aralashtirib sepilgan. Bu ham kobra fason deymiz. Xitoy atirgul buni nomi. Xitoy atirgul desanglar tushunib olamiz. Bunikini ham orqasida broshkalari, pardalari bor. Oyoqlari bunda ham roverdan chiqqan. Stullar 100% yong'oq yog'ochda, quruq. Xudo xolasa bemalol tekshirib olaverasizlar. Agar uylarga yetib borgandan keyin dogovorda nima bo'lsa, shu qilinmagan bo'lsa, pulinglarni ham qaytarib beramiz, mebel ham o'zingizlarda qolaveradi. Bu 14 kishilik bo'lganligi uchun akvarium stoli, bundan tashqari simali xona bo'lganligi uchun mana shu holatda 10 million so'mga chiqib ketyapti egasiga. Bundan ham 20 talik, 18 talik kimga nechta bo'lsa qilib beramiz. Materiali, rangi o'zgarsa, puli o'zgarmaydi. Endi do'stlar, agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, o'zingizlarning xulosalarni kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Bitta like bosib qo'llab-quvvatlab yuborasizlar. Kanalimiz yangi, xudo xolasa obuna bo'lib qo'ysanglar. Kimdir misol uchun zakaz qilgan bo'lsa, ishi qanaqa holatda ketayotganini biz jonli efirda ustalarni oldiga qo'yib qo'yamiz. Bemalol o'zi ko'rib, tekshirib olaveradi. Bizning Instagram sahifamiz ham bor. Xudo xolasa, shu Instagram sahifamizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Instagram sahifamizda konkurs ketyapti. Ekranning tepa qismidagi yozuvni Instagram sahifasiga yozadigan bo'lsangiz, bizning sahifamiz kelib chiqadi. E'tibor uchun rahmat.